otam yo'q. Pul baxt olib keladimi? Yo'q. Baxt pulni olib keladi. Oila bola chaqa bo'lmasa baraka bo'lmaydi. Bir tiyin emas. Pul rol o'ynamaydi sizlar. Yo'q. Mana bugun 500 ming dollar yo'qotasiz. Ertaga borki, oilani borki, yo'qotsangiz qaytib topolmaysiz. 500 ming dollarni olsam, omadingiz kelib qolsa, bir kun topib qo'yish mumkin. Bir ayolni zabt etish uchun borki, siz qalbigacha kirib borsiz kerak. Qalbigacha kirib borib, undan bola chaqa bilan oila qurish kerak. Buni qanday topasiz? Pulni borki, siz biznes qiling, reja qiling, qayoqqa borib turib biznes reja qiling, topasiz pulni. Lekin oilani siz mana qalbiga kirib bormaysiz, pulni qalbiga kirib bo'lmaydi-yu. Pulni faqat aql bilan ishlatib bo'lasiz. Oilani Hozir siz baxtlimisiz? menmi? Inshaalloh baxtliman. Oilangiz bor, Oilam bor, pulingiz bor, pulim bor. o'ziga yetadi.